Maishiy gaz iste'molchilari, shuningdek gaz kompaniyalari bugungi kunda gaz iste'molini hisobga olish uchun barcha zamonaviy talablarga javob beradigan hisoblagich tanlashga duch kelmoqda. Eski turdagi gaz hisoblagichlari iste'mol qilinadigan gazni ishonchli o'lchov bo'yicha barcha talablarga javob bermaydi. Vaqt o'tishi bilan gaz oqimidagi turli xil mexanik aralashmalar tufayli hisoblagich to'xtab qolishi, noaniqlik va tez-tez tozalash zaruriyati gaz hisoblagichlarini ishonchli va aniq hisob amal oshirishiga to'sqinlik qiladi. Sarf gaz hisoblagichini taqdim etamiz. Sarf gaz hisoblagichi zamonaviy yuqori texnologiyali asbob bo'lib, u gaz o'lchashi uchun ultratovush texnologiyasidan foydalanadi va boshqa hisoblagichlardan farqli o'laroq hisoblash jarayonida ortib borgan xatolarni aniqlab va zudlik bilan xato haqida ma'lumot beradi. Bu gaz yetkazib beruvchi kompaniya va iste'molchi o'rtasidagi hisob-kitoblarga muhim omil hisoblanadi. Sarf hisoblagichlari dunyodagi yetakchi Panasonic kompaniyasining inqilobiy ixtirosi ultratovush o'lchash modulidan foydalanadi. Ushbu modul yapon fiziklari tomonidan ixtiro qilingan va patentlangan. Sarf hisoblagichlari 7 oqim nuqtasida sozlanganda, har bir oqim nuqtasida 1% gacha xatolik bo'lishi mumkin xolos. Hisoblagich o'lchash kanalida shuningdek harorat sensori o'rnatilgan. Haroratning o'zgarishi bilan gaz hajmi o'sishi yoki kamayishi kuzatiladi. Hisoblagich hisobni harorat sensoridan olingan ma'lumotlarga asoslanib amalga oshiradi. Natijada o'lchangan hajmni standart sharoitlarga +20 daraja haroratga keltiradi. Bu iste'mol qilingan gazning haqiqiy hajmini o'lchashda o'ta muhim hisoblanadi. Sarf gaz hisoblagichlarining asosiy afzalliklari quyidagilardan iborat. Ergonomik ixcham dizayn, intuitiv va ishonchli interfeys. Modelga qarab IP54 dan IP65 gacha tashqi ta'sirlardan himoya. -25 dan +55 gacha harorat darajasida chidamliligi. Gazning soatiga 2 litr bo'lgan oqimiga yuqori sezgirlik. Iste'mol qilingan gaz hajmi va yuz bergan xatoliklar bo'yicha arxiv ma'lumotlarini saqlash imkoniyati. Sarf ultratovush hisoblagichlari buyurtmachining va gaz kompaniyalarining turli texnik talablarini qondirishi mumkin va avtomatlashtirilgan gaz o'lchash tizimlari uchun barcha aloqa turlarini qo'llash imkoniyatiga ega. Sarf ultratovushli gaz hisoblagichlari iMeter korxonasi tomonidan O'zbekistonda ishlab chiqarilgan. Kompaniya yuqori sifat va nosozliklar yuzaga kelgan taqdirda 2 yillik tezkor kafolatli xizmatlarga kafolat beradi. Sarf hisoblagichlari tabiiy gazni hisobga olishning eng so'nggi talablariga javob beradi va o'lchashda yuqori texnologiyalardan foydalanadigan ishonchli hisoblagichdir. Ana bu aniq sarf.